Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televiziya görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərlə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yevqur. Hörmətli televiziya görüşlər aldığımız diqqətinizə bu hafta uzun sunmaq olan xəbərlərimizin əsas məzmununu tanışdırırıq. Diqqətinizdə Xitayning namratlıqdan qutquzuş planının guman qo'zg'ayotganligi haqidagi xabarimiz. Shundaqla Qozog'istonlik Uyg'ur yozuvchi Ahmadjon Ashirining Idiqut nomli romanini tanıştırış fəaliyyəti Ankara'da Qozog'iston bosh elchixonasida o'tkazildi. Shunaqla diqqətinizdə Belgiyada yuz bergan zanjirsimon portlatish hujum haqidagi xabarlarimiz bo'ldi. Bu vaqada 34 kishi o'lib, 250 dan ko'proq kishi yaralandi. Shundaqla Xitoy vatanimizda butun dunyoda sezib ketgan bu kommunizmdan iborat bu safsatini vatanimizda jiddiy shaklda singdiramiz deb chirpinayotgan bir paytda Polsha va Ukrainada kommunizmning zaharlarini jiddiy shaklda tozalash to'lqini harakati elib berilmoqda. Bu vaqtda bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoyning Xotandagi namratlikdan qutqizish plani gumon qo'zg'adi. Xitoy taratqullari bu yil ichida Xotandagi 244 namrat kentining namratlikdan qutulganligini xabar qildi. Kuzatuvchilar Xitoy faqat namratlikdan qutuldirish shuari orqali vaziyatni normallashtirishga urinyotdi deb qaradi. Tangritog to'rining 21 mart xabar qilishicha, Xotan viloyatining 13-5 yillik namratlik o'tkiliga hujum qilish plani va nishoni bo'yicha viloyatdagi 244 namrat kanit va 133824 aholi bu yilning oxirigacha namratlikdan qutuldirilgan. Xabarda aytilishicha, doirlar huddigarlik tuzumini yo'lga qo'ygan bo'lib, 80 mingdan ortiq Xitoy kadrining har biri birdan namrat oiliga mas'ul bo'ladi ekan. Mamtimin Safar Keriya nahiyasining Qarqi yezisi Oqo'ston kentidagi dehqon bo'lib, kent yacheykisining sekretari Xo'ja Abdulla uning oilasi bilan bir va'dinoma tuzgan. Va'dinomada Mamtimanning ho'yla aram egiligini taraqqiy qildirib, yerlik to'g'u beqishiga, uzum tili orasiga chaqma kava terishiga, yangidan 80 kvadrat metrlik qo'tan selib boqmachilik qilishiga yordam beraman. Mamtimanmo kutib turish, tayinib olish, talab qilish ideyasini tugutib, oilasidagilarning o'tirish kirimini yil oxirigacha 6140 yuanga, umumiy kirimini 24560 yuanga yetkazishi kerak deb yozilgan. Vaziyat analizchilarining qarashicha, Xotanda yo'lga qo'yilgan bu namratlikdan qutuldirish plani Xitoy bosh ministri Li Keqiang va atalmish avtonom rayonning raisi Shuhrat Zakirning Beijingda ochilgan ikki yig'in jarayonida taraqqiyot to'g'risida qilgan so'zlar bilan birdaklikka ega bo'lib, Xitoy taraqqiyot shuari orqali muqimsiz vaziyatni pardozlab ko'rsatishga uringan. Lekin Sharq Turkistondagi muqimsizlikning tub manbasi boy namratlik yoki taraqqiyot masalasi emas. Shuning uchun taraqqiyot orqali muqimlikka erishish tamoyilida bo'lish faqatli quruq xiyoldan iborat. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy Sharq Turkistonda chekidan oshgan ta'til tashviqot faoliyati elib berayotgan bo'lib, Uyg'ur dehqonlari har xil bahonalar bilan siyosiy o'g'inish va hashar degandek faoliyatlarga selinmoqda. Bu sababdan dehqonlarning etiz ishlariga yetisholmayotganligi va yezi egilikdan keladigan kirimining ozlab ketayotganligi diqqat tortib keldi. Bu xil ahvolda Xitoyning yuqorqidek huddigarlik tuzumini yo'lga qo'yib, dehqonlarning nima terishi, nima ish qilishigacha mudohala qilishi Uyg'ur dehqonlariga qaratilgan kontrollikning texmo kuchaytirilishi deb qaralmoqda. 41 nafar yosh nazirga qatnashmaganligi uchun tutqun qilingan. G'ulji nahiyasining Ari O'stan yeza O'yman Bayto'qay kentidan 41 nafar yosh Xitoy Kompartiyasi a'zosining nazirga qatnashmaganligi uchun tutqun qilingan. Hozirgacha ulardan 12 nafarning ismi aniqlandi. Erkin Asiya radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilgan mazkur tabalikdagi kent, mahalla va punkit boshliqlarining oshkorlashicha 3 oyning oldida O'yman Bayto'qay boshlang'ich maktabining o'qituvchisi, Pishqadam Kompartiya a'zosi Harunxon degan kishi olamdan o'tgan. Uning oilasi nazir o'tkazganda kent masjidining imomi va mazini boshchiligida bir turkum yosh jamoat nazirga qatnashmagan. Kompartiya a'zosining nazirga qatnashmaslik doirlar tomonidan diniy asabiylikning alomati deb qaralib, shu qitimliq nazirga qatnashmagan 41 kishi tutqun qilingan. Egilinishcha, Ari O'stan yezisi ma'muriy jihatdan 12 kentdan tuzilgan. Nupusi 2746 oila, 14700 jondan tashkillangan. Buningdan qaraganda Ari O'standagi har bir kentga 220 oila, 1200 jondan nupus to'g'ri keladi. Demak, 2 oyning oldida O'yman Bayto'qayda davom qilgan kollektiv tutqunda har 5 oiladan bir kishi qamoqqa ilingan.
Xitoy shahrida yana bir Uyg'ur qahramon yasab chiqildi. Soğu tushib ketgan Xitoy ayolni qutqizib olgan Uyg'ur yosh birdilla Xitoyda qahramon atilib, Şinjan ruhining vakiliga aylandi. Kuzatuvchilar Xitoyning atalmış Millatlar Ittifoqligi tashviqotini bozorga selayotganligini bildirdi. Soğu tushib ketgan Xitoy ayolni qutqizib olgan Uyg'ur yosh birdilla Xitoyda qahramon atilib, Şinjan ruhining vakiliga aylandi. Xitoy taratqullari uni Uyg'ur Xitoy ittifoqligining namunasi qilib ko'rsatishga urindi. Kuzatuvchilar Xitoy har doimqiga o'xshash fursat topsala atalmış Millatlar Ittifoqligi tashviqotini bozorga saldi deb ko'rsatdi. Xitoyning Xunan o'lkasi Chunju shahridagi Ablajan kavobchilik shirkatida ishlayotgan Xotan qariqashliq Uyg'ur yosh Xabar Ahmad 3-oyning 7-kuni dengiz sohilida kavobchilik qilayotganda bir Xitoy ayol suvga tushib ketgan. Xabar Ahmad suvga tushib, yana bir Xitoy bilan birlikda u ayolni qutqizib olgan. Uning harakati birdilla Xitoyda kuchlik inkas qo'zg'agan. Xitoy axborotori Shinlang, Tingshun, Soho, Wangyi qatorliq cho'ng tor bekatlari bu ishni bas-basda xabar qilgan. Xitoy tor qo'llanuvchilari uningga yenimizdagi Hayot Leifing degandek nomlarni berib ulgurgan. 21 mart Chunju shahrining axloq namunachilarini taqdirlash yig'inida Chunju shaharlik partkomning sekretari Yi Pingfei xabarga baho berib, uning Xinjiangliklarning fazilatini namoyon qilganligini maqtagan. 22 mart yana Chunju shahri qarmog'idagi Zishing shahri uningga ilg'or shaxs va adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan axloq namunachisi degan nomlarni bergan. Xitoy axboroti buninglik bilan bo'ldi qilmasdan xabarga bir Xitoy tutuq oni tepib bergan. Xitoy taratqullari uning bilan qo'shni o'ltiradigan Shi Shaohui ismli Xitoy mo'mayni uning tutuq opsi deb xabar qilishmoqda. Uningdan boshqa u ishlayotgan Ablajan kavobchilik shirkatining bundan burun yo'l yasash, shopirlarga nom berishdek yaxshi ishlarni qilganligi bas-basda xabar qilinmoqda. 22 mart Xinjiang gazeti maxsus obzor e'lon qilib, Xabar Ahmadni Xinjiang ruhining vakili qilib ko'rsatgan. Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoy fursatparastlik qilib atalmış Millatlar Ittifoqligi tashviqotini bozorga selayotdi deb qaradi. Yaqinqi yillardan beri Xitoy o'lkalarida Uyg'urlarni yaklaydigan har xil yerlik siyosat belgilimlar orqa-orqadan o'tirg'i chiqishga boshladi. Xitoy o'lkalarida terikchilik qilayotgan nurg'un Uyg'ur majburiy qaytarib etildi. Mushundaq ahvolda Xitoy qahramon yaratish orqali Uyg'urlarning Xitoy o'lkalarida uchrayotgan nachar muomalalarini pardozlamoqchi bo'lgan. Yana bir tarafdan buni Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan ta'tir tashviqotlarining tarkibiy qismi deb qarashga bo'ladi. Yalova Universitetida Sharqi Turkiston temasida yig'in ochildi. Turkiyaning Yalova Universitetida Sharqi Turkiston temasida yig'in o'tkazildi. Yig'inga Ma'rif jamiyati yoshlar bo'limining mas'uli Abdusalom Taklimakan qatnashdi va Mazlum vatan Sharqi Turkiston temasida leksiya so'zildi. Turkiyaning Yalova Universitetida Sharqi Turkiston temasida yig'in o'tkazildi. Markaziy Istanbulda bo'lgan Sharqi Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati yoshlar bo'limining mas'uli Abdusalom Taklimakan taklif bilan yig'inga qatnashdi va Mazlum vatan Sharqi Turkiston temasida leksiya so'zildi. Yig'in 17 mart payshanba kuni tushdan keyin 5 da boshlandi. Abdusalom apandi Sharqi Turkistonning tarixi va Xitoy ishg'oliga tushib qolishi haqida to'xtalib, Sharqi Turkistonning tarixdan buyon mustaqil mavjud bo'lgan bir islom diyori ekanligini yo'ritib berdi. Sharqi Turkistondagi bugungi vaziyat, Xitoyning diniy cheklama va bostirishlari, assimilyatsiya siyosati haqida ma'lumot berdi. Yig'inga ishtirok qilganlarning qizg'inligi alohida yuqori bo'ldi. Ko'ngildagidek unum yoritildi. Yig'in qizg'in kayfiyat ichida oxirlashdi. Hurmatli televizor biz bu vaqtda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati yoshlar bo'limining mas'uli Abdusalom Taklimakan apandan suhbat edib boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Aldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Abdusalom efendim, siz 17 Mart Türkiye'nin Yalova şehirde ötküzülgen bu Mazlum Vatan Sharq Turkiston nomli yig'inda leksiya so'zlab shu yerga qatnashdingiz. Mush yig'in haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz deb. Bu yig'in 17 Mart kuni Yalova shahrining Yalova universitetida o'tkazildi. Xo'sh. Yig'inga üniversitenin o'quvchilaridan xilli ko'p sonda o'quvchilar qatnashdi. Yig'inga Turkiston haqida qisqa ma'lumot bilan boshlagan bo'ldik. Turkistonning hozir bugungi tarixiy, jug'rofiy ahvoli, undan keyin hozirgi vaziyatda musulmonlarning hozir yo'l olayotgan qiyinchiliklari
onun başka Türkistan Müslümanlarının ki Xitay tarafından yok kılınış xavfiga düşer bolganlygy hakda ma'lumot bergen boldum. Ondan cuma günü yana bir iki program boldu. Bu programda şu okşasam Türkistan'da hakda ma'lumot bergen bolduk. Kısaca ma'lumotning ki jaryanı tamam oldu. Abdussalam efendim, siz şundaq yaşlarga alaqadar şuna yığınlarga, mayli üniversiteler bolsun yoki boshqa bir jamiyatlar bolsun, yaqinqi oxirgi zamonlarda, oxirgi vaqtlarda ko'plab qatnashyapsiz. Yani har qaysi joylarda. Sizcha Turkiyadagi shu yoshlarningki mayli universitet o'quvchilari bo'lsin, Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan ma'lumoti qanchalikan yoki bak kamchilmikan yoki siz nimani his qildingiz shu suhbatlarda? Türkiye yaşlarının ki Şarkı Türkistan hakkındaki malumatları yeterli derecede emas. Bu bir hakikaten de. Çünkü vatanımızın vaziyeti hakkında yaşlığa bilgen malumat yeterli derecede emas. Hoş. Şu bizge hazife verilgen vaqtida biz belki de çakılgan vaqtida malumat bürotumuz hatta Türkistan'a alakadar kılı biraz bilgilerimi Türkistan hakkında hizmet kılınır. Türkistan'daki zulüm azdır köptür haberdar bolganlarmı. Bazı tepsidatlarına ayardaki bazı bir tanınki planlıq sisteminde kaldırılıp bırakan aksiplasya hareketlerinden habersiz. Hoş. O yerdeki Xitay'nınki bunçilik vahşileşip ketkenliginden Xitay'nın bu kadar rehimsiz bu ketkenliginden Türkiye Müslümanlarının köpüncesi habersiz, hatta bazıları Musa işin bulamda o akıllı kabul kılamaganlığı kallasını örtmenliği cahetinden dünyada Musa işin bulamda degen birinci asırda yaşavasakmış. Degen birinci asırda Musa zulüm bulamda bir yerde. İnsana Musa zulüm kılamda diyendek olanınki inkasını ağam bulduk. Hoş. Bazı meselelerde özümüzün vatanda aklımızı biçimizin ötken arkadaşlar bazı müşütürümüzün yeni çıkan buralarının ki biliksizler begerliklerinden aslında misal için gösterip anlatan boğalıkımız için belki itirazını bildiremedi çünkü emeli takipler sürdüyen boğanlık için. Hoş. Yani hatarlık ki aşırı yetişkin bulmağalıkını eskılardı da lakin hala hayran kıladı da Türkistan'da bu kadar zulüm bağımdı o. Şundan zulüm kılamdı diyen şekilde. Hoş. Köptün köp rahmet inşallah. Bununki hizmetinizge muhtuq dilerimiz inşallah. Köptün köp rahmet. Allah razı olsun. Rahmet sizlerge. Xitay 2. növbetlik asosiy qatlam tashviqotchilari musobaqasi o'tkazdi. Xitay doiralari Urumchida Uyg'ur, Xitay, Qozoq tilida kuchni mujassamlab orzuyimizga yetayli bosh temasidagi 2. navbatlik asosiy qatlam tashviqotchilari musobaqasi o'tkazdi. Xitay taratqularının xabar qilishicha, Sharq Turkistondagi Xitay partikomi tashviqot bo'limi o'rinlashtirgan Uyg'ur, Xitay, Qozoq tilidagi kuchni mujassamlab orzuyimizga yetayli bosh temasidagi 2. navbatlik asosiy qatlam tashviqotchilari musobaqasi 12 martdan 16 martgacha Urumchida o'tkazilgan. Bu musobaqaga 103 nafar tashviqotchi qatnashtirilgan bo'lib, 53 tashviqotchi Uyg'ur tilida, 25 tashviqotchi Xitoy va Qozoq tilida leksiya so'zlagan. Bu vaqtdagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda navbatda faoliyat qilayotgan asosiy qatlam tashviqotchilarining soni 16 mingga yetadigan. Xitoyning Sharq Turkistonda umumyuzlik elib berayotgan ta'til tashviqotlari xalqarodagi kuzatuvchilarning diqqatini tortib keldi. Uyg'ur vaziyat analizchilari Xitoyning bu harakatini mingi yuyish dinsizlashtirish tashviqoti deb ayblamoqda. Qozog'istonlik Uyg'ur yozuvchining yangi kitobi turkcha nashr qilindi. Qozog'istonning Anqara turishliq bosh elchixonasida Qozog'istonlik danglik Uyg'ur yozuvchi Ahmadjon Ashirining Idiqut nomli romanini tunishtirish murosimi o'tkazildi. 23 mart chorshanba kuni tushdan keyin Qozog'istonning Anqara turishliq bosh elchixonasida Qozog'istonlik Uyg'ur yozuvchi Ahmadjon Ashirining Idiqut nomli tarixiy romanini tunishtirish yig'ini ochildi. Qozog'istonning Anqara turishliq bosh elchisi professor doktor Jansiyit Tuymabayev yig'inga ishtirok qildi va Ahmadjon Ashirining yangi kitobini tabrikladi. Anqara universiteti va G'azi universitetining o'quvchilari, Bangu nashriyotining xodimlari va Qozog'iston elchixonasining mas'ullari va alohida mehmonlar qatnashgandan sirt, Anqarada xizmat qilayotgan Uyg'urlardan Anqara universitetining o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Ahmad,
Hacettepe Üniversitesining o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Akram va Türkiye Ovozi radiosi Uyg'urcha bo'limining xodimi jurnalist Mirkamiljon Qashqari qatorliqlar qatnashdi. Qozog'iston bosh elchisi Jansiyit Tuymabayev Qozog'istonda 100 dan ortiq millatning yashaydiganligini, buning ichida qeyrindosh Uyg'ur xalqining muhim salmoqni egallaydiganligini qayd qildi. U Qozog'istonda Uyg'ur ona tilida dars o'tiladigan maktablarning borligini, Uyg'urcha nashr abkorlarining xizmat qilayotganligini, uzun tarixga ega Uyg'ur teatrining hozirgacha davomlashayotganligini eskartdi. U Uyg'ur yozuvchisi Ahmadjon Hashiriyning Idiqut romanining turkchaga tarjima qilinishining Türkiye Qozog'iston orasidagi madaniyat munosabatini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidladi. G'azi Universiteti Türkologiya fakultetining o'qituvchisi professor doktor Hülya Qasab o'g'li Türk xalqlarining adabiyot tarix asarlarining butkul turklarga, jumladan Uyg'urlarga o'rtaq ekanligini ta'kidladi. Türk Cumhuriyetlerinde taraqqiy qilgan Uyg'ur adabiyot tarix asarlarining butun Uyg'ur adabiyot tarixining muhim tarkibiy qismi ekanligini, buningda Ziyo Samadi va Ahmadjon Hashiri, Xelil Hamrayev qatorliq yozuvchilarning singdirgan ajrining muhim o'rinda turadiganligini bildirdi. Oxirida so'zga taklif qilingan Ahmadjon Hashiri Idiqut nomli asarini yozish jarayoni haqida qisqacha to'xtalib, kitob ustida 20 yil izlanganligini, buning ichida 9 yil xom material to'plaganligini, buning uchun G'arbda Vengriyaga, Sharqda Mong'oliya va Xitoyning Beijing shahrigacha borganligini aytdi. Ahmadjon Hashiri 1938-yili Qozog'istonning Olmuta viloyati Shalak noyasida tug'ilgan. Qozog'iston davlat universitetini bitirgan. Qozog'iston yozuvchilar birlashmasiga qarashli Uyg'ur adabiyoti bo'limining boshlig'i va Qozog'iston yozuvchilar birlashmasining muavin boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. Uning Idiqut nomli 2 pardalik drama asari 2014-yili turkcha nashr qilingan. Assalomu alaykum, rahmatullohi barakatuh. Qarindoshlar, qalamdoshlar, kechamiz sizlarni ko'rganim uchun bek xursandman. Hürmetli televizyon biz bu hafta Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi o'qituvchisi Doktor Erkin Ahmet bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir Ankara telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Doktor oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor 23 Mart çarşamba günü siz ve Doktor Erkin Akram ve başka Mirkamiljon qatorliq Uyg'urlar shu yerda yashayotgan, xizmat qilayotgan Mushu Ankara'nınki mushu Qozog'iston bosh elchixonasida mashhur Uyg'ur yozuvchi Ahmadjon Hashiriyninki Idiqut nomli romanni tunishtirish bir faoliyat o'tkazildi, boshqa kishilar qatnashgan bo'ldi bu yig'inga, tunishtirish yig'iniga. Bizden bugün şu sizmi bir edebiyatçı buluş sübütünüz bilen bu yığınga qatnaşdınız, yığın qandaq elib berildi, qandaq müşahidi bir ma'lumot bergan bo'lsangiz oldi bilen. Abi bu Qozog'iston Cumhuriyetining qurilganligining 25. yilligi munosabati bilan Qozog'iston buyuk elchiligi bu Türkiye'de Qozog'iston yozuvchilarininki ba'zi kitaplarını Türkçe'ye tercüme kılıp Türkiye okurmenleriga tanıtış maksidi bilan bunda bir faaliyet uyuşturup diken bunun da köp sanda Kazak yazgıçılarınki kitapları mı burun tanıtılgan iken hem de bu ay yani şu çarşamba günü 3. ayının 23. günü Kazakistanlık Uygurlarının danlık yazgıcısı Ahmadjon Hashiriyninki Idiqut namlı kitabını Türkçe'ye tercüme kılıp neşir kıldırıp Kazakistan'ın Ankara'da turuşluk elçixanası da buna tanıtış murasimi ötküzüldü. Bu murasimga Kazakistan'ınki baş elçisi Jansiyit efendi. Onundaki bu kitabını Türkçe'ye tercüme kılıp ve neşir kıldığın bu Yavrasya Yazgıçılar Cemiyeti'ninki başlığı Yakup Ömeroğlu. Onundaki bu Türksoy yani Türkiye Milletler Medeniyet Kültür Teşkilatı'nınki mesulları ve Türkiye'deki bu edebiyatçılar, şairler, yazgıcılar, Uygur edebiyatı kızıkıdığan kişiler ve Ankara'daki Uygurlardan bulup köp sanda kişi katlaştı. Nayeti yakşı öttü. Bu murasimde fakatla Ahmadjon Hashiriyninki Idiqut romanını tanıtıplı kalmasın.
Gazi Üniversitesi'den Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Uygur edebiyatınınki tarihi hem de Uygur edebiyatı 20. asırınınki başlarından bugünküçe kanda terakki kıldı. Nime basmışlarını besip öttü. Kaysi şairlerimiz Muşo turmaladı yaptı. Ulanın edebiyatı da nime timile eksettirildi degendik. Ve kısaca Uygur edebiyatının tarihini alıp öttü. Yana Profesör Doktor yine bu Gazi Üniversitesi'nin okutuşçularından Aysun Hanım mı? Muşo Kazakistan Uygur edebiyatı doğrusu. Yani Sovyet İttifakı mezgilide Uygur edebiyatı Sovyetler Birliği'de kanda şekillenişki başlayan keyin bugün Kazakistan'daki ahvalı kanda degen temide kısaca malumat verdi. Kazakistan'ınki bu başelçisi Cansit efendime dedi ki biz Kazakistan'da 120 etrafında millet var. Bularının içinde birisi Uygurlar kança esirden beri Kazakistan topraklarında bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti'de yaşavatıdı. Biz Uygurlarınki mektepleri var, Uygurlarınki edebiye faaliyetleri var. Kazakistan'da Uygurlarınki şu ehvalına ait yakşı degendik meseleler doğrusu da umu toktulup öttü. Naiti yakşı öttü. Kızıkışma bek yukarıydı yani. Nurgun kişiler, okuyuculara kol koyup bu İdokut romanını ya takip verdi, haksız takip verdi. Bu tabii ki bir Uygur romanının hem de bugünküçe Türkiye'de neşir kılınan 5. roman desek buludu. Burun Teypidin Ezizan Sultan Satuk Buğrahan namlık eseri romanı tercüme kılınan idi. Keyin Farhadcılarınınki Mahmut Kaşkırı namlık romanı Türkçe'ye tercüme kılınan idi. Ondan keyin Ziya Semedi'ninki Rıza Semedi'ninki Ziya Semedi'ninki bir romanı tercüme kılınan. Bu nimenin mi? Ahmetcan Aşiri'nin mi bu? İkinci romanı Türkiye'de neşir kılgan. Şunun bilen Uygurca 5. roman Türk okurmanları bilen yüz görüştü. Hoşmuş roman hakkında, İdikut roman hakkında gap kılıştım burun Ahmetcan Aşiri'nin kimlik hakkında biraz malumat vergen bolsanız, onun kendinden romanı hakkında. Nimelerni söyledi bu romanda? Ahmetcan Aşiri akimiz hem de bu biz burun ta 1980. yıllarda bu Kazakistan'da çıkan Yeni Hayat degen bu gizitki makalları bilen biz okuyucu vaktimizde tanışkan Ahmetcan Aşiri bilen biz Beycin'de okuyduk vaxtıda Merkezi Millet Üniversitesi'de şu o vaxtıda Yeni Hayat gizitisi de işletti. Ahmetcan Aşiri 1938. yılı bu Kazakistan'a yakın bir yezide yani Uygur yezisi de toğulgan iken keyin u yerde bir pedagogika enstitüsünü bitirgenden keyin okutçu bolgan iken okutçu olup bir mezgil işlegenden keyin ondan keyin yazgıçılık faaliyeti bilen şugullanıp hazırgacha köp sanda hikaye yazgan kişi bu. Tunji romanı 1979. yılı tunji bir romanı neşir kılınan iken. Keyin ondan keyin bu tarihi roman İdokut romanı 2003. yılı neşir kılınan iken neşir kılgandan keyin bu Rus tiliga tercüme kılınıp da hazırgacha bu roman. Ondan keyin bir mukafatga erişipti. Çoğun ilham mukafаты dep Kazakistan'ın bir dövletlik bunda yaxşı yazılgan romanlarga, hikayelerge berdigan bir çoğun roman ken. Bu hikaye nime mukafat. Bu mukafatga erişipti Ahmetcan Aşiri. Ondan keyin bu hikayeleri de burun köp hikayeleri neşir kılınan. Bu hikayeleri Ukrayna tiliga, ondan keyin Vengriya tiliga, ondan keyin Xitaycha, Mongolcha, Kazak, Kırgız, Özbekçe, nurgun tillarga bu hikayeleri tercüme kılınan. Bir mezgil 1985. yılı bu Kazakistan Yazgıçılar Cemiyeti'nin muavin reisi bulup saylanıp bir mezgil muavin reislik vazifesine ötügen. Hem de hazır şu mahsus yazgıçılık bilen şugullanıp İdokut romanını 20 yılda yazıp çıkanlığını dep öttü. Şu 10 yıllık materyal topladım. 10 yıl yazdım. Şunun bilen 20 yılda bu eserimni pütküzdüm dep İdokut romanı hakkında bu yerde malumat bergen boldu. Hem de bu Ahmetcan Aşiri 1992. yılı bu İstanbul'da açılgan Şarkı Türkistan kurultayına katnaşkan. Bu fakatla
yazgıçılam emas, şu Uygurlarning takdiri, Uygurlarning kelechagi uchun bosh qotirib kelayotgan ziyolilardan biri. Ham şu Uygurlarningki siyosiy faoliyatlariga hozirgacha aktiv qatnashib kelgan dаңлык yazgıçılardan biri. Xo'sh. Endi kitob haqida biroz to'xtalgan bo'lsangiz eng oxirida. Endi bu kitabı hem mühim tarafi bu kitap İdukut devleti sizge ma'lum Uygurlar bu 740'ta kurulgan bu Uygur devleti Orhon Yenisey boyudaki Uygur devleti Kırgızlar tarafından 840'ta yıkıtılgandan keyin Uygurlar perişan bolgan. Şunun bilen 3 yol bilen garipki qarab köçüşke başlagan Uygurlar. Bu 850 yıllarda Uygurlar bu Turpan hazırki Şarkı Türkistan'ın Turpan rayonuna yetip kelgandan keyin bu yerde İdukut Uygur devletini kurgan. Tarihi menbelerde Gauchang devleti dep yazılgan. İdukut Uygur devleti kurulgan. Bu devlet 850 yıldan 1225 yılgacha hüküm sürgen bir devlet hamda Çingiz Han Mongollar Şarkı Türkistan'da besip kirgenden kim bir mezgil müstakilligini davamlaştırgan bir devlet. Bu Uygur tarihinde nayet mühim bir mezgil bu. Altın devri deyişki buldu Uygurlarning. Ama bu tadı yaxşı bilinmeydi o. Ta meyli Türkiye'de olsun meyli dünyada bu mezgildeki tarih yaxşı bilinmeydi. Şuna bu Ahmetcan Aşiri bu mezgildeki vakalarını şu edebi bir şey, edebi yosunda okurmenlerine anlatış için bu romanını yazgan iken 20 yıl materyal toplaş için hem Şarkı Türkistan'a verip Ürümçi'de, Kaşgar'da nurgun kitaplarını toplap hatta Beijing'e verip tarih arşivlerine girip bu mezgilinin tarihi hakkında Xitayca ve başka dillerdeki materyallarını toplap uzun yıl bu mezgilinin tarihini öğrengendin keyin bunu bir edebiyat yani tarihi roman şeklinde bedi halda okurmenlere anlatış için yazgan bir eser. Bu eser nayeti mühim Türklerime belki kızıkıp nem kıldım da bu mezgil Uygurlarınki köçmen hayatıdan yerleşik hayatı ötüp bu mezgilde hem de Turpan İdukut Uygur devleti mezgilde parlak medeniyetlerini yaratkan hatta bu mezgilde şu hazırki bankçılık Türklerdeki şu bankçılıkның şu mezgilde peydağı çıkanlığı bağcı onundan keyin nurgun ticari muamelelerinin şu mezgilde oturga çıkanlığı doğrusu da menbeler var. Şu bu mezgilini yorutup beriş bu roman arkalık hem tarih tadqiqatçıları için hem şu Türk tarihi kızıkıdıqanlar için nayet mühim bir kitap deb oylayman. Bu kitapnımı Uygurlarning kemel Türkiye'deki Uygurlarning hemmisininki birerden elip ballarının hiç olmasa şu kitapni çokum Uygurlar okuşu şu mezgildeki tarihimizni öğreniş gerek deb oylayman. Biz Uygurlar için nayet faydalı bir eser. Köptün köp rahmet nayet yaxşı içip baydınız. Türkiye'nin arkayız kitapxanalarda setildi o hazır sep oldu mu bunu? Bu kitapni kitapxanalarga sep bo'ldi ama Yavrasiya Yazgıçılar Cemiyeti var Ankara'da. Yavrasiya Yazgıçılar Cemiyeti'nin torbitiga kirib talep kılsa mesela Ankara'daki Uygurlar arkalık talep kılsa haksız mı bu kitapni ağılı buldu kitapxanalarda mı setildi yani? Düşündüm. Buldu inşallah bunda kıymetli kitapninki pat yakında inşallah Uygur okurmanlar bilen Uygurchaga tarjima qilingan shaklda yuz ko'rishi bek mumkin va o'ylab qoldim hamda 20 yil ajri singdirilgan bir kitob bo'lgan ekan. Ko'pdan ko'p rahmat ayt yaxshi ichpadingiz rahmat sizga. Mak rahmat sizga. Men rahmat. İstanbul hujumchisining salohiyati aniqlandi. Türkiye dairələri şənbə günü İstanbulun İstiqlal ko'chasida yuz bergan o'zini qo'shib portlatish hujumidagi terrorchining Daeshning a'zosi ekanligini e'lon qildi. Türkiye İçki İşler Ministeri Afgan A'la vaqa sodir qiluvchining salohiyati aniqlandi. Mehmet Öztürk 1992 yil tug'ilgan. Türkiye'nin Gaziantep viloyatidan bo'lib, Daesh bilan aloqasi bor, lekin Türkiye saqchilarining qo'lga elish tizimligida yo'q dedi. 19 mart tushdan burun İstanbul shahrining Avat savdo rayonlaridan bo'lgan Istiqlal ko'chasida portlash yuz berib, odam bombani o'z ichiga olgan 5 kishi hayotidan ayrilib, 36 kishi yaralangan edi. Portlashda o'lgan 3 İsrailiylikning jinozasi va 5 yordar bilan qo'shib, yakshanba kuni İsrailiya havo armiyasiga tava bir alayida aeroplan bilan İsrailiyaga elib ketildi.
Shuning bilan bir vaqtda Istanbul Saqchi idorasi istixborot uchurlariga asosan Daeshga a'zo 3 kishining Istanbul va boshqa joylarda vaqa chiqarmoqchi bo'lganligini e'lon qilgan va bu uchaylarga tutish buyrug'i chiqargan. Belgiyadagi zanjirsimon portlashda 34 odam o'lib, 250 odam yaralandı. 22 mart Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi xalqaro aerodrom va metro bekitida yuz bergan portlatish hujumida 34 odam o'lib, 250 odam yaralandı. Belgiya davlat bo'yicha 3 kun motam tutadiganligini e'lon qildi. Butkul Yevropa jiddiy holatga kirdi. Seshanba kuni Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi xalqaro aerodrom va metro bekitida yuz bergan terrorlik hujumida 34 odam o'lib, 250 odam yaralandi. Belgiya davlat bo'yicha 3 kun motam tutadiganligini e'lon qildi. Butkul Yevropa jiddiy holatga kirdi. 22 mart Bryussel xalqaro aerodromida yuz bergan 2 qitimliq portlashda 14 odam o'lib, 100 dan ko'p odam yaralangan. Bryusseldagi Yevropa ittifoqiga yaqin bo'lgan Maalbek metro bekitida yuz bergan portlashda 20 odam o'lib, 100 dan ortiq odam yaralangan. Portlashdan keyin Bryusseldagi butkul ommaviy qatnash to'xtatilgan. Butkul Yevropada bexatarlik ogohlantirish darajasi o'stirilgan. Bryussel krizis markazi kishilarni sirtqa chiqmaslikka ogohlantirgan. Belgiya soqchilari seshanba kuni Bryussel aerodromi va metro bekitida yuz bergan portlatish hujumidagi 2 nafar gumondorning salohiyatini bekitgan. Aerodromda o'zini qo'shib portlatgan 2 kishining ismi Xolid va Ibrohim al-Bakravi ekan. Soqchilar aerodromdagi ko'zitish apparatida xotirlangan ko'rinishga asosan vaqa yuz berishdan burun bu ikki e'lon bilan birga mangan bir kishiga tutish buyrug'i chiqargan. Daesh Bryussel hujumiga mas'ul ekanligini e'lon qilgan bo'lib, bayonot mazkur tashkilotning A'moq nomli tashviqot to'rida e'lon qilingan. Erdoğan Belgiyani ogohlantirgan edik dedi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Bryusseldagi terrorlik hujumini elib borgan hujumchilardan biri haqida allaburun Belgiyani ogohlantirganligini tilga oldi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Bryusseldagi terrorlik hujumini elib borgan hujumchilardan birining o'tgan yili iyunda Turkiyaning Gaziantep viloyatida qo'lga tushganligi va chegirdan qo'g'lab chiqarilganligini bildirdi. U bu ishning o'tgan yili 14-iyulda Belgiyaning Anqara turishliq bosh elchixonasiga yetkazilganligini, Turkiya Belgiyaga ogohlantirish bergan bo'lsa-mu, lekin Belgiyaning bu ish ustida tekshirish elib bormasdan mazkur kishini qo'yib berganligini aytdi. Turkiya taratqullari Erdo'g'anning Ruminiya prezidenti bilan birlikda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazganda gapini qilgan kishining Bryussel hujumi gumondori Ibrohim al-Bakravi ekanligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda 22 mart Yevropa ittifoqining markazi bo'lgan Bryusselda yuz berib, 34 kishining o'lishini keltirib chiqargan terrorlik hujumi Erdo'g'anning vaqa yuz berishdan 4 kun burun qilgan so'zlarini eslatdi. Erdo'g'an 18 mart qilgan so'zida Yevropa ittifoqining bosh shtabida PKK Kurd ishchilar partiyasi terrorlik tashkilotiga chidir echib berilganligini ayblab, Yevropa qo'ynida yilon saqlayotdi degan. 13 mart Turkiya poytaxti Anqarada terrorlik hujumi yuz berib, 2 kundan keyin Yevropa ittifoqi PKKga chidir echib bergan. Anqaradagi portlatish hujumini mazkur tashkilot ustiga olgan edi. Erdo'g'an Yevropa ittifoqi davlatlarining terrorlik tashkilotini qo'yniga olganligini ayblab bundoq degan. O'xshash bombalar sizlarning shaharlaringizda portlashga boshlaganda bizning qanday hissiyoti ekanligimizni mutlaq tushunasizlar. Lekin u vaqtda har ish uchun bak kechikkanlik bo'ladi. U yana bularga oldin degan bir Turkiya yo'q, bir turk millati yo'q. Buni bilib qo'yinglar degan ifodalarni ishlatgan. Bryusseldagi portlatish hujumidan keyin Belgiya soqchilari PKKning chidirini taqash qarori chiqardi. Bu chidirning ochilishini Turkiya raisi Erdo'g'an va bosh ministri Ahmet Davutoğlu kuchlik ayıplagan edi. Saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015'te Gaziantep'te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz kişidir. Sınır dışı işlemini 14 Temmuz 2015'te nota ile Belçika Büyükelçiliğine iletmişiz. Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir. Hatta burada Hollanda'da söz konusudur. Indoneziya Xitoy baliqchilarini qo'yib berishni rad qildi. Indoneziya xavfsizlik moslashtirish ministri qamoqda tutib turilayotgan 8 nafar Xitoy kema xodimining adliya bo'yicha tekshirilganligini bildirdi. Indoneziya xavfsizlik moslashtirish ministri qamoqda turayotgan 8 nafar Xitoy kema xodimining adliya bo'yicha tekshirilganligini bildirdi. U Indoneziya bilan Xitoy yaxshi munosabatni saqlaydi,
lekin egilik huquqni qurbonlik qilishga bo'lmaydi dedi. Tahlilchilar Indoneziya Xitoyning o'z zeminiga egilik huquq talab qilishidan andish qilmoqda deb qaradi. 19 mart shanba kuni Indoneziyaning bir chorlash paraxoti Natuna taqim orollarida qonunsiz baliq tutayotgan bir Xitoy kemasini to'sib olgan va 8 nafar kema xodimini qo'lga olgan. Bu arada Xitoyning bir chorlash paraxoti Indoneziya saqchilariga to'sqinlik qilgan. 21 mart Indoneziya tashqi ishlar ministri Xitoyning Indoneziyadagi bosh elchisini chaqirtib, Xitoyning Indoneziyaning egilik huquqiga daxl taruz qilganligini, buning xalqaro qonunlarga xilof ekanligini bildirgan va bu ishga tushuntirish berishini talab qilgan. Janubiy Xitoy dengizida Xitoy bilan atrofdagi davlatlar orasida yuz bergan egilik huquq talash tortishida Indoneziya asosan o'zini qochirib kelgan. Bir qism tahlilchilarning qarashicha, Indoneziya bu qatim yuz bergan ishga alohida qattiq muomala qilgan bo'lib, Indoneziyaning Janubiy Xitoy dengizi masalasidagi maydonining burilish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin ekan. Taxminan 270 oroldan tarkib topgan Natuna taqim orollari Indoneziyaga tabe bo'lib, 70 mingdak aholisi bor ekan. Indoneziya Xitoyning kunlarning birida bu rayonga egilik huquq talabi qo'yishidan andish qilmoqda ekan. Indoneziya ministri Natuna rayonida harbiy hozirliklarni ko'paytirganligini, chorlash paraxotlarini saplaydiganligini va bu rayondagi dengiz armiya bazasiga zamonaviy mudofaa sistemasi o'rinlashtirganligini bildirgan. Xi Jinpingning istifa berishini talab qilgan muxbir tutib ketildi. Amerika Davlat ishlari ministrligining bir amaldori dushanba kuni Amerikaning Xitoy axborot xodimi Jiajianing yo'qolib ketish voqeasidan andish qilayotganligini bildirgan hamda Xitoydan uning oqibati haqida ochiq tushuncha berishini talab qilgan. Amerika Davlat ishlari ministrligining bir amaldori dushanba kuni Amerikaning Xitoy axborot xodimi Jiajianing yo'qolib ketish voqeasidan andish qilayotganligini bildirgan hamda Xitoy doiralaridan Jiajianing oqibati haqida aniq tushuncha berishini talab qilgan. Bundan burun xalqaro kechirim tashkiloti, xalqaro muxbirlar birlashmasi qatorliq xalqaro tashkilotlar bayonot e'lon qilib, Jiajianing yo'qolib ketishidan qattiq andish qilayotganligini bildirishgan hamda Xitoydan uning oqibatiga aloqador uchurlarni e'lon qilishni talab qilgan. Hong Kongda o'ltirishliq muxbir Jiajia 15 mart Beijingdan Hong Kongga mang'ucha Beijing aerodromida yo'qolib ketgan. Uning advokati 20 mart kuni uning soqchilar tomonidan tutib ketilganligini jazmlashtirgan. Jiajianing yo'qolib ketishining Xitoy rahbari Xi Jinpingning istifa berishi talab qilib yozilgan ochiq xat bilan munosabatlik ekanligi ilgari surilmoqda. Egilishicha 4 mart Sharqiy Turkistondagi Xitoy partikomi boshqaradigan chegarasiz xabarlar to'g'rida Sodiq partiya a'zosi imzosidagi yo'ldosh Xi Jinpingning partiya va davlat rahbari vazifasidan istifa berishini talab qilamiz nomli bir ochiq xat paydo bo'lgan. Keyin bu xat o'chirib o'tilgan. Egilishicha bu ochiq xat voqeasi sababli hozirgacha kam deganda 5 kishi yo'qolib ketgan bo'lib, Jiajia shularning biri ekan. Amerika amaldori yana Amerika va boshqa nurg'un davlatlarning 10 mart Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi yig'inida birlashma bayonot e'lon qilib Xitoyni ayblaganligini tilga olgan hamda bu xil harakatlarni qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini, buning xalqaro jamiyatning kutganiga uyg'un kelmaydiganligini bildirgan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Xitoy siyosatini tanqid qilgan faoliyatchilar, advokatlar va muxbirlarga qarata bostirish elib berayotgan bo'lib, 2015-yil 5-oydan buyon az deganda 250 muxbir, advokat va faoliyatchi tutib ketilgan. Polsha va Ukrainada kommunizmning zaharlarini tozalash to'lqini. Polsha 27 yil burun Kompartiyaning hukmronligini oxirlashtirgan. Yaqinda Polsha bilan Ukraina kommunizmning qoldiq zaharlarini tozalash uchun tirishchanlik ko'rsatishga boshlagan. Polsha 27 yil burun Kompartiya hukmronligini oxirlashtirgan. Garchi xili burunli kommunizmni tozalash faoliyatlari boshlangan bo'lsa-mu, hozirgacha kommunizmning qoldiq zaharlari saqlanib qolgan. Yaqinda Polsha bilan Ukraina kommunizmning qoldiq zaharlarini tozalash uchun tirishchanlik ko'rsatishga boshlagan. Amerika ovozi to'rining 21 mart xabar qilishicha, Polsha parlamenti yaqinda qarab chiqilayotgan kommunizmni tashviq qilishni cheklash qonuniga tuzish kirgizgan. Polshadagi har darajalik doiralar chuqum 1 yil ichida ommaviy so'rovlarda kommunizm bilan aloqasi bor bo'lgan har xil ismlarni amaldan qoldirishi kerak ekan. Bular kompartiyaga aloqador kishi ismi, tashkilot, vaqa, chisla hamda kommunizmga vakillik qiladigan har xil tashviqot va simvollarni o'z ichiga olgan. Navbatda Polshada Sovet armiyasining haykalidan taxminan 100 dona bor bo'lib, Polsha hukumatı maxsus qonun turg'izib, bu haykallarni bartaraf qilishni planlagan. Shuning bilan bir vaqtda Polshaning qo'shnisi bo'lgan Ukraina mo kommunizmning ta'sirini yo'qotish faoliyatlarini kuchaytirgan. 2 yil burunla Ukrainada keng ko'lamlik Lenin haykalini chiqish harakati boshlangan.
Yaqında Ukrainaning Zaporojye shahridagi 20 metrlik Lenin haykali chekib etilgan bo'lib, bu Ukrainadagi eng egiz Lenin haykali ekan. Ukraina parlamenti yaqında buyruq tushirib, davlat bo'yicha 150 dan ko'proq yezi kanit va aholilar rayonining ismini o'zgartirishni talab qilgan. Amerika turishli Xitoy iqlim masalalari mutaxassisi Lanshu qonun orqali kommunizmni cheklash, kommunizmni oxirlashtirish, qoldiq ta'sirlarini taltukis yo'qotishning intayin muhimligini bildirgan. Uning qarashicha, qonun orqali kommunizmni man'iy qilish insoniyat madaniyatini qo'g'diganlik va namoyon qilganlik hisoblangan. Uyg'ur musulmonlarimi Allohning izni bilan pat yaqinda vatanimizdagi kommunistlarning hokimiyatini va ularning haykallarini o'rib tashlaydi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu haftalık istiqlal xabarları programımız bu yerda oxirlashdi. Kelar qadimgi programmamizda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Program oxirida ekran orqasidagi barliq gruppadagi qarindoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.